Bugun noodatiy tinch kunlardan biri. Oyijon qizim bilan xolajonikiga nochovkaga ketishdi. Uy jimjitlikda, vaqt esa xuddi sekin o'tayotgandek, hattoki nima bilan shug'ullanishni ham bilmay qoldim. Anchadan beri orzuga aylangan bir ishga qo'l urdim. Bu esa makeup stolimni tartibga keltirish. To'g'risini aytsam, bu stolikimni tortmalari qizim tug'ilishidan oldin yig'ishtirilgan. Bugun esa mana vaqtim bor, tinchlik bor, serialimni yoqdim va ishimni boshladim. Hammasini sortirovka qilib, eskilarini tashadim, keraklilarini olib qoldim. Avvallari juda ham ko'p kosmetika sotib olardim. Hozir esa yoshim katta bo'lgan sari har bir mahsulotni 7 marta o'ylab, samarali, sifatli va terimga mosini tanlashga harakat qilaman. Bu nafaqat chiroy, balki salomatlik masalasi ham. Turmushga chiqqanimdan so'ng bo'yanishim ancha kamagan, qizim tug'ilgandan keyin esa bu jarayon deyarli bayramga aylangandek bo'ldi. Lekin esa bo'yanishni men yaxshi ko'raman. Bu o'zimga mehr ko'rsatish va ayolligimni his qilishning eng yoqimli yo'li. Teriga muntazam parvarish qilish bu nafaqat hozirgi holatni saqlab qolish, balki kelajakdagi go'zallik uchun investitsiya. Shuning uchun kelin, ona, bloger, student bo'lsam ham o'zim uchun vaqt ajratishga harakat qilaman. Har kuni emas, hech bo'lmasa haftasiga 2 marta yuzim bilan, tanam bilan va o'zim bilan suhbatlashaman. Chunki go'zallik bu nafaqatgina krem va pudra bilan emas, balki bu qalbdagi tinchlik, o'zini qadrlash va muntazam e'tibor natijasida baribir yuzaga chiqadi.